Nega Prezident va Al-Xorazmiy maktabiga kirishni qiyin deb o'ylaysizlar? Bu maktablarga kirish uchun yillab tayyorgarlik ko'rish kerakmi? Maxsus maktablarga to'g'ri darslik asosida tezkorlikda tayyorlanib kirsa ham bo'ladi-ku. Bunga misol sifatida o'tgan yili bitta o'quvchi imtihonga 1,5 oy muddat qolgan paytda oldimizga keldi. Unga to'g'ri darslik va imtihon shablonidagi savollarni berdik. Qarabsizki, 1,5 oy muddatdan keyin u o'zi orzu qilgan maktabga kira oldi. Sizning ham farzandingiz yoki o'quvchingiz Prezident va Al-Xorazmiy maktabiga kirishini istaysizmi? Unda imtihon shablonidagi qadam 1 va qadam 2 kitobini olib bering. Qadam 1 Prezident maktabi, qadam 2 Al-Xorazmiy maktabi imtihonidagi namunaviy savollardan tashkil topgan. Ushbu kitoblarda imtihon shablonidagi 100 ga yaqin variantlar va har bir variant so'ngida titul varaqlari mavjud. Farzandingiz 100 ta javoblar varaqasini bizning kitobda bo'yab, real imtihonda aniq, bexato ishlab, o'z orzusidagi maktabga kira oladi. Shoshiling, kitoblar soni cheklangan. O'z viloyatingizdagi kitob do'kon raqamini tanlab, hoziroq bog'laning.